Tərəfindən birlikdə uyuşturulğan Şvetsiya Uyğur həftəlik fəaliyyəti 24 apreldən etibarən rəsmi başlandı. Bir həftəlik İspaniya ziyarətini muvaffəqiyyətli axırlaşdırıb, Şvetsiya Uyğur həftəlik fəaliyyətiga qatnaşış üçün 23 aprel Stokholm şəhəriga yetib kelgan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa, Qurultayının bayonatçısı, Qurultay Ayollar Komitetining müdiri Zümrət Erkin, Qurultayning parlamentarlar koordinatsiyoni, Qurultay Bryussel ishxonasining direktori Shila qatorliqlarni tarkib topgan Qurultay heyətini Şvetsiya Uyğur birligining raisi Baxtnur Abdurayim va Qurultayning Shvetsiyadagi vakillari aerodromga chiqib qizg'inlik bilan kutib oldi. Bugun, ya'ni 24 aprel kuni tushdan keyin Dolqun Aysa boshchiligidagi Qurultay heyəti Stokholmda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan dastlabki qadamda uchrashish ilib berib, ular bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga qanday qabul qildirish masalasi haqida muzokara ilib bordi. Bu qatimqi Uyg'ur haftalik faoliyatining asosli maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga qabul qildirish va Shvetsiya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va Uyg'ur majburiy amkiga chetish mahsulotlarining Shvetsiyaga import qilinishining oldini olish uchun maxsus qonun tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish bo'lib, Dolqun Aysa boshchiligidagi Qurultay heyəti bu bir haftalik faoliyat jarayonida Shvetsiya Uyg'ur birligining mas'ullarining hamrohligida Shvetsiya parlamenti va Shvetsiya hukumatini ziyorat qiladi. Shvetsiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning mas'ullari bilan keng doirada uchrashish ilib boradi. Shvetsiya Uyg'ur haftalik faoliyati jarayonida, ya'ni 28 apreldan 30 aprelgacha Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan Shvetsiya Uyg'ur birligining o'rinlashtirishida Uyg'ur yoshlarini xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursi o'tkaziladi. Kursda dunyoning har qaysi ellaridan keladigan yoshlarimizga chet ellik va Uyg'ur mutaxassislar tarafidan yuqorqi mazmunlarda, shundaqli Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, Uyg'ur davosining xalqaroliq yuzlanishi, chet ellarda ilib berilayotgan milliy kurishimizning o'tmishi va buguni qatorliq keng mazmunlarda leksiyalar berildi. Keyin qitimliq anglitishimizda Shvetsiyada 24 aprel boshlangan Uyg'ur haftalik faoliyati haqida davomli ma'lumot berishga tirishamiz.